235 milyon so'm bilan 200 kvadrat 2 etaj hovli joyini obzorini qilib beraman. Yurtdoshlar sotib qo'yilgan joyimiz suv, svet, gaz yashash uchun barcha sharoitga ega. Lokatsiyamizga keladigan bo'lsak, Burul yerdamiz do'stlar. Maktab, bog'cha, hamma kommunikatsiyalar ham bor. Tak. Katta darvozali, katta donanli joy. Bismillah. Girish yerimizda yana prixожий zonamiz. Do'stlar, laminat pol qilingan, prixожий mebel qo'yib qo'yibdilar. Bu yerda stashka qilingan, bu yerda laminat. Bu yerda rakovinamiz, suv nasozlar, bu yerda elektromontajlar Euro sxemada qilingan ekan. Lestnitsamiz quyma, железный ограждение qilingan. Eshiklarimiz MDF, наличник koronalar bilan do'stlar, katta dalan, doğrudan отопленияmiz и теплый пол splashnoy bo'ladi. Yaqinlar o'ylashing. Bu yerda sanuzelimiz sharoiti maksimal daraja, ya'ni suvni isitish qozonlari, bu yerda unitazi, vannasi, oyoq ostimiz теплый pol. Bu yerda kuxnyamiz bo'ladi do'stlar. Ushbu xonadonimiz 235 million so'm to'lov bilan olsa bo'ladi, katta zalini bu yerda. Tushunish bo'limi, umumiy tan narxiga keladigan bo'lsak, 570 million so'm startovoy baho berilgan. Ozgina qayt quytam bor, ko'p qaytilmaydi. Bu yerda двухконтурный котел, сиркуляционный насос, reduktor, stabilizatorlar. Bu taraf bog'ina keladigan bo'lsak, bog'i ne kattaligi, bu yerda kladovka bor. Taxlab, sazlab olaverasizlar, xudo xolasa. Bu yerda bir spalnimiz, bu yerda o'zlarining narsalar turibdi bu yerda. Bu yerda ikkinchi etajga chiqish joyimiz. Ikkinchi etajga ko'tariladigan bo'lsak, katta hol bizdan kutib oladi shunday. O'tirib dam oladigan. Natijani qilingan davraklari pakruk nelari bor. Adını ayting. Davraklari galagella tashlangan, natijani qilingan bo'ladi. Bu tomonimizdan hol, aynasi ko'cha tomoniga qaragan, ostida registrlar, chugunni, bu yerda dahlizimiz, ikki tomonda xonamiz. Bu yerda fasadni ko'cha tarafga qaragan aynasi, chugunni registrlar, do'stlar. Hech yerda yana yomg'ir, qor yog'ib o'tdi. Izgar ne o'tmagan. Usti yaxshi bostirilgan ekan. Bu общем joyimizni bahosini berasizlar. Hozirgi kunda bomba narxda 2 etaj hovli joyli bo'lasizlar. Bir xonali kvartirani pulini kelib shu joyda yashab, kreditini davom etib ketsangizlar ham bo'ladi. Xohlasangizlar, umumiy tan narxini aytib o'tdik, 570 million so'm raschotlashib, adingizga rasmiylashtirib olsangizlar ham bo'laveradi. Kreditini davom etsangizlar ham bo'laveradi. Ushbu xonadonimiz oluvchilarga nasib etsin. Like'larni bosib o'tirganlar, Alloh taolo hammangizni bir yaxshi imoratlarga yetirsin. Bizani sababchi qilsin. Salomat bo'ling. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha xayr. Mulk egasini ham nomerini qo'yamiz. Prямо o'zi bilan kelishib, savdolashib olaverasizlar. Barakali bo'lsin, xayrli bo'lsin, omon bo'ling.